Hurmatli she'riyat muxlislari, men ancha yillardan beri she'r yozib, she'rlarim ijtimoiy tarmoqlarga ketyapti. Mana shu otam haqida bir she'r yozganman, e'tiborlaringizga o'qib bersam. Rahmatli otam O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli bolalar shoiri, Shuhrat medali sohibi O'roq Saidov xotirasiga. Otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Ocharchilik ko'rib, qorni ham to'ymay, shunda ham qo'lidan kitobni qo'ymay, har qanday mehnatdan, yumushdan qochmay, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Buxoroda o'qib, ziyoli bo'lib, bir umr yoshlarga ta'limni berib, hayotning achchig'in, chuchugin ko'rib, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Orifiy domlani ustoz deb bilib, bozor namoz bilan qadrdon bo'lib, shaharda yashadi, ko'plarni ko'rib, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Abdulla Orifning uyiga borib, shoirni necha bor suhbatin olib, qo'ltiqqa birgina kitobni solib, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Muhammadiy domla kelar edilar, maktabda tadbirlar qilar edilar, ko'pchilik otamni bilar edilar, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Mansabu mol mulkka qiziqmay o'tdi, o'zi ham o'qidi, bizni o'qitdi, umrida doimo haq so'zni aytdi, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Bashangmas odmiroq kiyimni kiyib, birovning haqiqidan o'zini tiyib, she'rlarni chiqarib, she'rlarni suyib, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Haloldan topishni bizga o'rgatdi, 80 yoshigacha qildi mehnatni, yoshlarga berdilar ilm ibratni, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Yordamga muhtojga yordamin berib, izzat talab bo'lmay kamtarin yurib, 8 nafar farzand kamolin ko'rib, otam oddiy yashab o'tdi hayotda. Dilshod Said 3 may 2025